o'zimizga ham bunaqa tovuqxona qildik. Tovuqlarimizni ko'rishinglar mumkin. Bu yerda asosan qora tovuqlar. Ichida ikkita o'rdak bor. Bitta oq tovuqimiz bor. Bu yoqda eshik, bu tarafdan kiriladi. Don yeydigan joylari. Suvga buni osilgan ana eshigidan ichkariga kiriladi. To'g'ri tuxum qo'yadigan xonasi bu. Qishda ham shu yerda aniq qilaveradi. Mana buni ashboat qildik. Sovuq o'tkazmaydi. Bu chaqirlar. Mana qaranglar. Bizani bu olib kelgan tovuqlarimiz talakat o'zini tuxumini yeb qo'yyapti-da. O'shaning uchun bunaqa bitta lifehack sizlarga. Teknologiya. Teknologiya. Tuxum qo'yadi. Ketdi pastga. Yoqqa tushaveradi. Unda ko'ki yumshoq, tuxum sinmaydi. Shunda o'zini tuxumini yeb qo'yadi. Qaranglar. Bu yoqda ham xuddi shunaqa. Yo'q. Bu narsalarni mana shu. Salom. Og'ayimiz Bekzod ismi. Shu bola yasadi. Shu bolani mehnati uchun bu videoga bitta like bosib qo'yasizlar. Bu videoni o'sha tovuqga, farzandlarga, qizlarga, operaga tashlab qo'yasizlar. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar. Hammaga rahmat.